baxt izladim men daladashdan, orzuyim bol, umidim asal. Onaginam seni aldashdan, halokatni sanadim afzal. Sarmas qildi chamanlar vasli, qayg'urmadim rizq ro'zimni, yashadim men bag'ishlab asli, faqat o'zgalarga o'zimni. Bilmam uchdim qanchalab chaqirim, goh g'olib goh mag'lub keldim men. Bol deb mehrim, asal deb faxrim, topganimni olib keldim men. Gullar ichdim ichgandek qasam, loyiq keldim zahmatkash safga, balki adashib ba'zan qo'nib qo'ydim sassiq alafga. Nozbo'ylardan uyg'onib sahar, uchmoqqa yo'q ehtimol haqqim, balki asal deganim zahar, bol deganim ehtimol zaqqum. Xullas o'zing bilasan onam, sen ming sirdan xabardor hakim. Xohla meni qabul et mana, xohla boshim uzib tashlagil. Sen farishta, osmon farzandi, belanchak yer oshyoning sening. Senga sig'mas insonning haddi, yo'qdir cheking qoyoning sening. Semirug'lar ham bog'lay olmas bahs, inson degan kalom ta'rifing. Pok bo'lsang bas, ozod bo'lsang bas, yo'l azobi ojiz harfing. Biroq uzoq shaylanasan sen, taradduding yetmas nihoya, yetmay qolgan bu ishga o'tmish, kelajak ham qilmas kifoya deb turibdilar ustozimiz Matnazarov aka. Rahmat. Rahmat Davron aka. Rahmat. Hozir aynan mana shu suhbatdan keyin she'r o'qib berganingiz ham aynan muddao bo'ldi.